Bemorimiz kelibdi. Oyog'ini fallasam yana chiqib ketadi dedi. Mana to'pol pastida qo'l bilan ushlaganimizda suyaklar chiqayotdi, uchta. Xo'sh, ko'rib to'g'riladik. Siz bir oydan beri kutasiz, a? Asli Qashqadaryodan, lekin Toshkentda ishlaganlar. Toshkentda ham necha marta Kosonda ham tabib ko'rsatdik deydi. Go'sht o'sib qolgan o'rniga deb nima qilyapti. Mana hozir ayollar joyiga bordi mana. Bu tomonda ham chiqqan ekanlar. Hech narsa qilgani yo'q dedilar. Bu ham bordilar yaxshigina. Hozir og'riq qayerda qoldi? Qayerda kamaydi? Necha yerlarda og'riq bor edi, qoldi hozir. Qoldimi hozir? Necha minutda qoldi? Kelganimdan qoldi. Necha yillik azobida bu? Necha yildan beri shunday qiynalib yurdingiz? 2 yildan beri. 2 yildan beri qiynalib yurgan odam 2 minut, 5 minutga mana qutuldi.